Men sizlarga hozir 1,5 sotuvga tushgan idealniy planirovkani ko'rsataman. Obzorimizni garaj qismidan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerga panoramli oynalar qo'yilgan. Garajimizda ikkita mashinaga mo'ljallangan. Bu yerda esa kiraverishimiz. Kiraverishimiz bilan o'ng qo'lda birinchi xona spalni, sanuzel, podolga tushiradigan zina, hol va studiya formatidagi oshxonamiz. Ikkinchi etajga chiqaverishimiz, chiqishimiz bilan sanuzel, 1, 2, 3 ta spalni, har bitta xonamizga teplоизоляtsiya maqsadida penopoliuretan sepib chiqamiz. Bu yog'imizda esa master spalni o'zini sanuzel balkonlari bilan. Bu hozir ko'rsatib o'tgan master spalnimizning balkon qismi. Ana endi uyimizning eng qiziq joyiga keldik. Bu yerda bizning uyimizning tom terrasa qismi. Bu yerda o'zingizlar fantaziyalarni ishlatib xohlasanglar, letniy kuxnya qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar basseyn qo'yinglar yoki dam oladigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha bu uyimiz byudjeti katta bo'lmagan, lekin yaxshi sharoitda yashayman degan aka-ukalarimizga juda ham zo'r tanlov. O'z fikringizni kommentda yozib qoldiringlar.